Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video darsimizda biz Python dasturlashtiruvini o'rnatamiz va birinchi dasturimizni yozamiz. Xo'p, unda biz Python dasturlashtiruvini package va modullarni yuklab olishimiz kerak. Buning uchun Python davlatdan bu linkga kirasiz. Buni video ostida qo'yaman. Xo'p, bu yerdan downloadga kirib, mana bu yerda buni bosib yuklab olasiz. Men allaqachon buni yuklab olganman. Xo'p, mana bu yerda eslatma aytibdi. Python 3.5 dan yuqorilarni XP da qo'llamaydi deyapti. Xo'p. Agar siz XP ni ishlatadigan bo'lsangiz, unda siz 3.5 dan pastini ishlatishingiz kerak. Xo'p, endi biz buni yuklab oldik. Yana bir Python kodimizni yaxshiroq va chiroyli yozishimiz uchun bizga editor kerak. Buni biz JetBrains saytidan yuklab olamiz. Buni ham video ostida qo'yaman linkini. Mana bu yerda bu PyCharm. Buni ikki xil versiyasi bu. Professional va community. Biz community versiyasini ishlatamiz chunki u bepul. Mana bu professional versiyasi 30 kun bepul, qolgan kun keyin pul to'lash kerak. Xo'p. Communityni afzalliklari bu professionaldan kam joyi yo'q. Hozircha men o'zim communityni ishlataman. Xo'p, buni download qilib bosib yuklab olamiz. Xo'p, mana bu yerda men yuklab qo'yganman. Bu Python.org saytidan yuklangan. Bu PyCharm. Xo'p, birinchi buni o'rnatamiz. Videoni men tezlashtirib qo'yaman. Siz aynan xuddi shu qilingan ishni qilishingiz kerak. Xo'p, men videoni tezlashtirishni boshlayman. Endi buni ustanovka qilib bo'ldik. Endi PyCharmni o'rnatamiz. Mana bu yerda qaysidir papkani yaratishimizni so'rayapti. Biz boshqa bir papkani tanlaymiz. Ya'ni xo'p, bu yerda ozgina kutamiz. Ya'ni biz рабочий stolda, ya'ni ish stolimizda yaratamiz. Xo'p, ish stolimizda Python degan papka yaratamiz. Shuning ichida barcha fayllarimizni saqlaymiz. Xo'p, mana bizga yuklanyapti. Komponentlarning hammasini yuklayapti. Hozirda mana bu yerda package hammasini
shu faylga chaqirganimizda ishlaydigan qilish uchun yuklayapti. Bu ham ozmuncha vaqt oladi. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Xo'p, mana bizga endi tayyor bo'ldi. Endi biz Python faylimizni ochishimiz kerak. Buning uchun bu yerga kelib, mishkani o'ng tomonini bosamiz. Keyin bu yerdan new, mana bu yerda Python fayl. Xo'p, Python faylimizning nomi Xo'p. Hello world deb nomlaymiz. Xo'p. E'tibor beradigan bo'lsangiz, Python kodlarimizni kengaytmaysiz. py. Xo'p, biz birinchi yozadigan kodimiz hello world. Har bir dasturchi yozadi bu kodni. Birinchi o'rganadigan paytda. Xo'p. Hozirda yangi yuklangani uchun kompyuterim ozgina qotyapti. Xo'p, mana yozib oldik. Endi buni ishga tushirish uchun mishkani o'ng tomonini bosib, run ni bosamiz. Mana bu yerda konsol chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, hello world. Bu Pythonda birinchi dasturimiz edi. Bugungi videomiz shu edi. Savol va takliflaringiz bo'lsa yoki qandaydir muammo bo'lib qolsa, video ostida kommentariya yozib qoldiring. Videomiz yoqqansa like bosing. Keyingi videolarni ko'rishguncha xayr.